Tak, qizlarjonim, mana qiziqib so'rabsizlar. Shunda Novage SPF 50 si yaxshimi? UVA va UVB belgilariga e'tibor berish kerakmi yoki SPF 50 deb nomlangan yozig'iga e'tibor berish kerakmi deb so'rabsizlar. Hozir sizlarning savollaringizga javob qoldiraman. Birinchi navbatda Novage Plus Proceuticals SPF bu eng zo'r, hozirgi kunda maksimal himoyani sizlarga bera oladigan SPF hisoblanadi. Ikkinchidan, UVA bu sizni erta qarishni oldini olib beradi. UVB esa sizni quyosh nuridan himoyalab beruvchi baryer hosil qilib beradi. Teri ostidagi rakava kletkalar uyg'onib ketishini oldini olib beradi. Eng asosiysi SPF 50+ degani bu sizni aynan yuqori darajadagi quyosh nuridan himoyalab beruvchi mahsulot hisoblanadi. Buni maksimal darajada himoyalash uchun kun davomida 2-3 marta qaytadan surish kerak.